Nima? Bizda undan boshqa tirikchiligimiz yo'qmi? U meni jigarim. Jigarim deysiz. U sizni qizingizga olib bermagan narsalarni unga olib beryapsiz. Ey, jonimga tegib ketdi shu yetimcha. Nimalar deyapsan? O'chir ovozingni. Nega urasiz? Assalomu alaykum. Ma, ichib ol. Rahmat. Ay. O'zim ham bir kunmas bir kun shunaqa bo'lishini bilardim. Oxiri haydab yuborishibdi-da. Yo'q. O'zim qochib ketdim. Qochib, to'g'ri menikiga kelyapsanmi? Qochishga qochibsan. Bundoq bir tuzukroq kiyim kiyib, yuvinib, soch pochingni bir epaqaga keltirib yursang bo'lmaydimi? Hidingni qara. Oldinga o'tirib bo'lmaydi. Tavba qildim. Kenaya, men uydan ketganimga 2 kun bo'ldi. 2 kun? Kenaya, haligi yeyishga biror narsa bera olmaysizmi? Bir burda non bo'lsa ham mayli. Yeb olib, keyin ketardim. Iltimos. Hozir. Tog'ajon, ota-onam meni tashlab ketdi. Yetmaganiga siz ham meni tashlab ketdingiz. Endi bu azoblarga chidolmayman. Men yashashdan to'ydim. Yaqinda sizlarning oldinglarga boraman. Boshqa choram yo'q. Ma, hozir choy olib kelaman. Rahmat Kenaya. Voy.